Assalomu alaykum, hurmatli akalar, ukalar, opalar, singillar. Men Agrobank boshqaruvchi o'rinbosariman. Agrobankka nisbatan qanday savollaringiz, talablaringiz, topshiriqlaringiz bo'lsa, o'sha mahallarimizga kelib, bemalol tortinmasdan aytishlaringiz mumkin. Men Abdurahim Sattor, menga chorvachilik yo'nalishi bo'yicha 17 million kredit olishda amaliy yordam berishlarini so'rayman. Iloji bo'lsa e'tirof berish. Tushunarli. Bu biznesga ko'mak degan yo'nalishimiz bor. 17 millionga hujjatlaringizni olib topshirgan kunimiz 1 kun 2 kun ichida sizga rasmiylashtirib berishadi xodimlarimiz. Sog' bo'ling. Men Zabtor mahallasi fuqarosi Xo'jabiyor va Bahriso bo'laman. Menga ham chorvachilik bo'yicha 17 million kredit olish istagim bor edi. Mana shunga amaliy yordam bersalar. Tushunarli, rahmat. Xuddi sizga ham shu u kishinikidek biznesga ko'mak yo'nalishida qilib beramiz. Hujjatlaringizni tezroq topshiring. 1 kun 2 kun ichida rasmiylashtirib beramiz. Sog' bo'ling. Men Eshqullo Muhayyo, menga ham 17 million so'm chorvachilik uchun kredit ajratib berishingizni amaliy yordam so'rayman. Tushunarli. Hujjatlaringizni topshiring. Shu biznesga ko'mak yo'nalishidan albatta qilib beramiz. Rahmat. Yana kimda savollar, topshiriqlar bo'lsa, bemalol tortinmasdan aytaveringizlar. Agar savol topshiriqlar bo'lmasa, e'tiborlaringiz uchun rahmat.